Hammaga assalomu alaykum. Thomson xalqaro maktablarining Shayxontohur filialida turibmiz va bugun sizlarga aynan shu filialimizni onlayn ravishda obzor qilib beramiz. Hammasi tabiiy holatda maktabimizda yaratilgan qulayliklar, imkoniyatlarni aynan shu video orqali batafsil bilib olishingiz mumkin bo'ladi. Kelinglar, birinchi bo'lib biz KPPdan boshlasak, bu KPP har kuni ertalab ota-onalarimiz farzandlarini bu yoqqa kelib, ahranaga topshirib, o'ziga yana qaytib ketishadi. Kelinglar, ichkariga kiramiz. Hop, birinchi navbatda barcha filiallarimizdek bu filialimizga ham turniketlar qo'yilgan. Har bir o'quvchi maktabga kirish vaqtida Face ID yordamida maktabga kirishadi va Face ID yordamida chiqishadi. Buni afzalliklari har bir bola maktabga nechida kirdi va nechida chiqdi. Undan tashqari begona shaxslar kirmasligini oldini oladi. Hop, aka ochib olasizmi? Bizning ko'pimizda har doim ahrana bo'ladilar. Ertalabki va kechki smenlarda va har bir o'quvchini kirish vaqtida ularning telefonini olib qolishadi va maxsus kartochkalar berishadi. Maktabdan chiqish vaqtida esa shu kartochkalar yordamida har bir o'quvchining telefoni qaytariladi. Hop, bu yoqqa o'tamiz. Yana bitta narsani aytib o'tishim kerak. Maktab hududiga begona shaxslar, mumkin emas narsalar, hattoki biz ovqatlanadigan narsalarni ota-onalar olib kelsa ham kirishga yo'l qo'ymaymiz. Ya'ni farzandingiz maktab hududida to'liq-holli xavfsizligi ta'minlangan. Yana bir narsani shu o'rinda aytib o'taman. Maktabimizda umumiy hisobda 124 ta kamera qo'yilgan. Bu degani maktabimizdagi har bir nuqta kamera kuzatuvini ostida ham bizning qorovulimiz kuzatadilar, ham maktabimiz direktori va undan tashqari bosh ofisdan ham to'liq-holli bu narsa nazoratga olingan. Hop, bu maktabimizning tashqaridagi hududi, bu yerda o'qituvchilarimizning mashinalari uchun alohida parkovka qilingan va undan tashqari bu yerda bizda juda ham katta keng hududimiz bor. Ya'ni bolalar darsdan tashqari vaqtlarda, tanaffuslarda chiqib bemalol o'ynashligi mumkin, do'stlar orttirishadi, bir-birligi bilan tanishishadi. Ya'ni vaqtligini maroqli o'tkazishadi. Undan tashqari bu yerda ko'rsanglar bo'ladi, alohida o'tirib har xil o'yinlar o'ynash uchun joylar ham qilib qo'yganmiz. Bu yerda bizning stol tennisimiz bor. Undan tashqari yana mana bu har xil o'yinlar ko'rayotganingizdek yerlarga maxsus chizdirilgan. Hop, bizning bu yerda o'ng qo'limizda maktabimizdan tashqari alohida sport zal joylashgan va bu yerda maktabimizda ikkita blokda, ya'ni A va B bloklar. Hozirga kirib har bitta blokka sizlar bilan to'liq obzor qilamiz va oxirida sport zalga ham kiramiz. Tayyor bo'lsanglar, ketdik. Hop, biz resepsiondamiz. Har bir kelayotgan ota-onani, o'quvchini, xodimlarimizni aynan mana shu joyda kutib olamiz. Bu yerda bizda resepsionda administratorlarimiz har doim bo'lishadi. Har bir kelayotgan yangi ota-onani o'ziga kutib olib, to'liq-holli ma'lumot berib, direktorning qabuliga olib kirib qo'yishadi. Va yana bitta narsani aytib o'tmoqchiman. Obzorimizni oxirigacha ko'rgan ota-onalar uchun videoyimizning oxirida maxsus taklifimiz bor. O'shaning uchun videoni o'tkazmasdan oxirigacha to'liq ko'rishingizni tavsiya qilaman. Kelinglar, endi biz bu yerda aylanishni boshlasak, birinchi narsamiz bu birinchi etajda bizda boshlang'ich sinflar joylashgan. Maktabimizni shu o'rinda eslatib o'taman. 0-sinfdan boshlab 11-sinfgacha o'quvchilar o'qishadi. Ya'ni maktabimizga 6 yoshdan boshlab qabul qilamiz. Hop, bu yerda ko'rayotganingizdek, biz coworking zonasini tashkil etganmiz. Darsdan tashqari vaqtlarda, tanaffuslarda bolalar bemalol o'rtoqlari bilan o'tirib, har xil kitoblarni o'qib, qo'shimcha o'zligini ustida ishlashadi. Yana bir narsa, maktabimizda biz challenge e'lon qilganmiz. Har bir sinf kesimida o'quvchilar, ya'ni 1-sinfdan boshlab 11-sinfgacha bir yil davomida eng kamida 12 ta kitob o'qish kerak bo'ladi. Bizda har oyda kitoblar bo'yicha book clublar tashkillashtiriladi. Har bir bola o'zi o'qigan kitoblarni sinfdoshlariga aytib beradi. Ya'ni maktabimizda kitob o'qish an'anasi juda ham yaxshi yo'lga qo'yilgan. Hozir 2-etaj, 3-etaj chiqqanda ham birgalikda ko'ramiz maktabimizda qanaqa ko'p kitob borligini. Hop, davom etamiz. Ko'rishingiz mumkin, bu bizning birinchi xonamiz, ya'ni 101-xonamiz va bu yerda birinchi sinflarimiz o'qishadi. Hozir bular ingliz tili darsiga chiqib ketishgan, sababi maktabimizda kunni birinchi yarmida, ya'ni o'quvchilarning energiyasi to'liq bo'lgan vaqtda bizda ingliz tili va matematika, IT darslari olib boriladi. Sababi maktabimiz aynan shu 3 ta fanga chuqurlashtirilgan hisoblanadi. Endi kelinglar, maktabimizda har bir sinf xonada yaratilgan qulaylik haqida qisqacha aytib bersam, boshlang'ich sinf xonalarida bizda 3 ta doska bor, 2 ta yashil va undan tashqari bitta smart doskamiz. Nimaga aynan yashil doskalar deydigan bo'lsanglar, o'quvchilar borda yozgan paytida ularni pochirki chiroyli bo'lar ekan. Shu sababdan boshlang'ich sinflarga biz yashil doskalar qo'yganmiz. Smart doskalar bizda butun filiallarimiz, ya'ni Thomson xalqaro maktablarining 6 ta filialida ham ta'lim standartlari bir xil, ya'ni boshlang'ich sinf uchun aniq o'quv dasturi bor va biz aynan smart doskalar yordamida bitta platformadan foydalanamiz va shu platforma orqali sifat nazoratini doimiy ravishda nazorat qilib boramiz. Hop, bu yerda o'qituvchimizning ish joylari va har bir o'quvchi uchun ko'rayotganingizdek
o'qitganligiga alohida parta va stullar qo'yilgan. Va bu stullarni hozirmasiga bittasini olib ko'rsatib beraman. Bu stullar bizada yotadi, ya'ni o'quvchilar keyin mana ham ko'rsataman. Bizada birinchi sinflar uchun shunaqa vaqtlar qo'yilganki, bolalar bemalol dars paytida yotishligi mumkin. Mana qaranglar. Mana ko'rayotganingizdek, bemalol o'quvchi tanaffus paytlarida dam olib yotish ham mumkin bo'ladi. Keyin yana shuni ko'tarishadi, pastga tushadi, undan qotirib qo'yishadi, yig'iladi. Bu parta stullarni biz aynan maktabimiz uchun maxsus Xitoydan zakaz qilib olib keltirganmiz. Bu barcha filiallarimizda boshlang'ich sinf o'quvchilari uchun qo'yilgan. Aynan 0 va 1-sinflar uchun. Xo'p, endi bu yoqda ko'rayotganingizdek, har bir o'quvchi uchun maktabimizda shkaflar bor. Mana bunaqa shkafchiklardan bu tarafda ham, bu tarafda ham joylashtirganmiz. Har bir o'quvchining maktabimizda mana alohida shkafi bor. Ko'rayotganingizdek, bu yoqda o'zini o'quv qurollarini, kerakli narsalarni qo'yib ketadi. Ya'ni maktabimizda o'quvchilar sumka ko'tarib yurishmaydi, ya'ni uyga sumka olib borishmaydi, uydan sumka olib ketishmaydi. Hamma narsasi maktab hududida qoladi, o'zining alohida shkafchalarida. Xo'p, yana undan tashqari har bir xonada bizada kuller qo'yilgan, yuqori sinflarda ham, kichik sinflarda ham har bir xonada bizada ichimlik suvi bor. Va bu yoqda qo'l yuvishligi uchun alohida har bir xonaga biz rakvinalar ham qo'yib ketganmiz. Undan tashqari 24/7 ishlaydigan kuzatuv kameralari ovoz yozadi. Har bir xonada nima dars o'tilayotganligi, qanaqa holatda bo'layotganligi biz doimiy ravishda nazorat qilib boramiz. Va maktabimizda har doim aytamiz, chiller sistemasi qo'yilgan. Hozir ham mana havo juda ham toza, maktabda o'quvchilar o'qiyotganiga qaramasdan, chunki bizda doimiy ravishda ventilatsiya ishlab turadi. Xo'p, unda ketib yana boshqa xonalarni aylanamiz. Xo'p, birinchi etajda yana davom etamiz. Bizda bu yoqda dars xonalari, boya aytayotganimdek, bizda boshlang'ich sinflar birinchi etajda joylashgan. Xo'p, bu yoqda bizning kompaniyamizning 5 ta asosiy qadriyati o'quvchilarga, ustozlarga bu narsani har kuni eslatib turish maqsadida qilganmiz. Bizning asosiy 5 ta qadriyat birlashtirib turadi. Bilasizlar, Thomson xalqaro maktablarini, maxsus sinflarini bitirgan o'quvchilar Angliya ta'lim standarti bo'yicha ishlaydigan 40 dan ortiq universitetlarga imtihonsiz ravishda qabul qilishadi va undan tashqari birinchi kursdan emas, ikkinchi kursdan boshlab o'qishni davom ettiradi. Ya'ni bakalavr diplomini 4 yilda emas, balki 3 yilda qo'lga kiritishligi mumkin. Va bular qaysi universitetda deydigan bo'lsanglar, mana bu yoqda ko'rishingiz mumkin. Aynan shu universitetlarni biz logotiplarini, kampuslarini chiqarib qo'yganmiz. Xo'p, undan tashqari bizning boshqa partnyorlarimiz ham bor. Ko'rayotganingizdek IDP IELTS, British Council, British Management University kabi universitetlar bilan ham bizning memorandumlarimiz mavjud. Xo'p, endi davom etamiz. Bu bizning oshxonamizga kirish qismimiz. Oshxonamiz birinchi etajda joylashgan. Kelinglar oshxonaga kirib kelamiz. Xo'p, kirayotganingizda bizda bu yoqda 6 ta rakvina joylashgan. Har bir o'quvchi oshxonaga kirishdan avval qo'lligini yuvishadi va oshxonaga kirib ketishadi. Keling, bemalol kirishingiz mumkin. Bizda hozir ertalab birinchi va ikkinchi zavtraqlar berildi. Hozir obedga tayyorgarlik ketyapti. Hozirlar bilan menyuni ham, umumiy oshxonamizning sharoitlarini ham ko'rib chiqamiz. Xo'p, oshxonamizga bir vaqtda o'zida 250 nafar o'quvchi sig'adi, ya'ni bir o'tirgan 250 ta bola ovqatlanishi mumkin. Ko'rayotganingizdek, har bir sinf uchun alohida partalar ajratilgan. Xo'p, to'g'rida hozir bizning menyumiz bor. Uni ham kelinglar tushuntirib o'taman. Bu ko'rayotganinglar bizning maktablarimizda umumiy 6 ta filialimizda qo'yilgan ovqatlanish ratsionini jadvali hisoblanadi. Bu inson dietolog Kamila Bakiyeva aynan bizning maktabimizdagi menyu shu inson tomonidan tuzilgan. Nimaga aynan biz dietolog bilan ishlagan holda bizning menyuni shakllantirganmiz? Sababi har bir bolani yoshida o'zini yoshiga kerak bo'ladigan kaloriyalar mavjud va o'sha kaloriyalardan maktabimizda chiqib ketmagan holda bizda menyu tuzilgan. Bu yerda ko'rishingiz mumkin. 0 va 4 sinflarda kunlik kaloriya miqdori 1100 ni tashkil etsa, 5 va 8 sinflarda bu kunlik kaloriya miqdori 1350 ni tashkil etadi. 9-11 sinflarda esa bu kaloriya 1600 gacha ko'tariladi. Va bu yerda bizning 5 kunlik ovqatlanish tartibimiz. Bir kunda bolalar 4 mahal ovqatlanishadi. 2 marta zavtrak qilishadi, undan so'ng obed va polnik tashkil etilgan. Farzandingiz kuniga qanaqa kaloriya yeyotganligini ham hattoki bilib turishingiz mumkin va undan tashqari Thomson app ilovasida har kunlik ota-onalarga ovqatlanish jivoy rasm va videolari doimiy ravishda maktabimizda yuboriladi. Keling, buni tushuntirib o'tamiz. Xo'p, bu filialimizda qanaqa standart yo'lga qo'yilgan? Har bir o'quvchi o'zini mana patnis oladi va bu yoqda boshlaydi. Ya'ni salat qanchadir miqdorda o'ziga kerakligini oladi. Birinchi ovqat, ikkinchi ovqat, undan tashqari non, qancha kerak bo'ladigan bo'lsa, hamma narsani olib, joyiga borib, o'zining sinfining joyiga borib, bemalol ovqatlanishi mumkin.
Lekin boshlang'ich sinf o'quvchilari uchun bizda oshxonamizda maxsus xodimlarimiz bor. Ular borib, boshlang'ich sinf o'quvchilariga ovqatligini olib borib berishadi. 5-sinfdan yuqori bo'lgan o'quvchilar esa o'zligiga kerakli ovqatni bu yerda olib, bemalol joyligiga borib ovqatlanishligi mumkin. Xo'p, biz oshxonadan chiqdik. Oshxonadan chiqishimiz bilan bir narsani ko'rsatib o'tmoqchiman. Bu bizani maqsadlar doskamiz. 4 ta yo'nalish bo'yicha bu yerda yozilingan finansiviy, akademik, karyera, shaxsiy rivojlanish. Xo'p, har bir o'quvchi o'zining maqsadlarini, orzularini bu doskaga yozib, mana ko'rayotganingizdek yopishtirib ketishadi va boshqa o'quvchilar ularning orzu maqsadlaridan ilhomlanadi. Undan tashqari bu maqsadlar ularni har safar mashqdan chiqqanligida ularga eslatib turadi. Har kuni qattiqroq mehnat qilishga, qattiqroq, yaxshiroq o'qishga undab turadi. Agar g'oya yoqqan bo'lsa, shu joyda bitta like bosasizlar va maktabimiz haqida yana qanaqadir savollar botgan bo'lsa, bizga yetmayotgan bemalol izohlarda yozishinglar mumkin. U narsalarga ham bemalol batafsil biz javob qaytaramiz. Xo'p, bu yerda bizani o'quvchilarimizning natijalarini ham ko'rishingiz mumkin. Sport bo'yicha har xil olimpiadalarda qatnashilgan, egallangan o'rinlar bo'yicha bu yerda mana natijalar yilib qo'yilgan. Bular ham bolalarga motivatsiya beradi. Aynan shu o'quvchilarga o'xshab yana ham yaxshiroq natijalar ko'rsatish uchun. Keling, sizlar bilan ikkinchi etajga chiqamiz. Ketdik. Ikkinchi etajga chiqib oldik. Ko'rayotganingizdek, ikkinchi etajimizning koridorlari juda ham keng, patologlari baland, yorug'. Va bu yerda bitta narsa aytib o'tmoqchiman. Thompson Camp. Bilasizlar, biz doimiy ravishda yozgi kanikulda va qishki kanikul vaqtlarida o'quvchilarimizni Angliyaga, Yevropaga va hozirgi kunda o'sha AQShga ham biz yo'lga qo'ydik. O'quvchilarimizni doimiy ravishda lagerlarga, olimpiadalarga olib boramiz. Va bu yerda lavhalarni ko'rishingiz mumkin. Bizning o'quvchilarimiz bu yerda Yevropada yurishibdi, bu yerda buni ko'rishingiz mumkin. Angliyada yurishibdi. Borib, bu yerdagi xalqaro do'stlar orttirishadi, ingliz tili darajaligini yana ham yaxshilashadi, dunyo ko'rishadi. Va maktabimizda yaxshi o'qigan o'quvchilar uchun biz shunaqa imkoniyat ham yaratganmizki, eng yaxshi o'qigan o'quvchilarni maktabimiz hisobidan Angliyaga, Yevropaga lagerlarga ham olib ketamiz. Xo'p, bu yerda davom etamiz. Bu yerda ko'rishingiz mumkin, maktabimizdagi sinflar bo'yicha dars jadvallari qo'yilgan. Ko'rayotganingizdek, 1-sinfdan 11-sinfgacha A, B, C sinflarida dars jadvallari, nima dars bo'lyapti, kim qaysi sinfda, hammasini ko'rib turish mumkin. Va bu yerda qisqacha qonun-qoidalar berilgan. Dars paytida nimalar qilish mumkin, nimalar qilish mumkin emasligi bo'yicha. Opa, assalomu alaykum. Minbor uzr. Xo'p, keling, bu yerda bizani birinchi, ya'ni medpunktni ham ko'rsatib o'taman. Undan oldin mana buni ko'rishingiz mumkin. Qaranglar. O'quvchilarimiz, menimcha bu boshlang'ich sinf o'quvchilari bizani Mrs. doktorimizga yo'llagan xatlari, rasmlari vobshe odamga boshqacha emotsiya berdi va undan tashqari bu yerda qaysi holatlarda medpunktga kelish kerakligini bolalarga biz tushuntirib o'tganmiz. Qo'l og'riganda, bosh og'riganda, har xil noxush holatlar bo'lganda hamma narsa bu yerda tushuntirib o'tirilgan. Keling, ichkariga kiramiz. O'zlari chetdanmi? Yo'q ekan. Xo'p. O'zlari oshxonadanmi? Xo'p, hammasi tabiiy bizada. O'zlar bo'lmasa ham tushuntirib keturamiz. Xo'p, bizani medpunktimizda kerakli hamma sharoitlar yaratilgan. Birinchi navbatda buni ko'rishingiz mumkin, bu yerda dorilar. Ya'ni birinchi tez tibbiy yordam uchun kerak bo'ladigan dorilar. Bu yerda bo'y o'lchash uchun apparat, endi nomini bilmayman. Bu yerda bolalarning vesini o'lchab turish uchun taroz, ya'ni bolalar o'zini rivojlanish dinamikasini ular doimiy ravishda qayd qilib boradilar. Buni bu yerda ko'rayotganingizdek, shu sinflar kesimida jurnallar tuzilgan. Va yana ko'rishingiz mumkin, bu yerda bizda kuller bor, xolodilnik bor, kushetka bor. Ya'ni maktabda medpunkt xonasida bo'lish kerak bo'lgan barcha sharoitlarni yaratib qo'yganmiz. Va farzandingizni xavfsizligidan xavotir olmaganingiz kabi, farzandingizni sog'lig'idan ham maktabimizda xavotir olmasanglar bo'ladi. Xo'p, yana bu yerga davom etamiz. Endi ko'rsanglar bo'ladi. Bu ikkinchi etajimizdagi coworking, kitob o'qish zonasi degan bo'lardim men. Boya aytib o'tganimdek, kitoblar maktabimizda juda ham ko'p. Sababi maktabimizda kitob o'qish g'oyasi har doim ravishda oldinga surib boriladi. Xo'p, ko'rayotganingizdek, pastda boshlang'ich sinf o'quvchilariga mos kitoblar bo'lsa, bu yerda bizda уже 5-sinfdan yuqori bo'lgan o'quvchilar uchun mos kitoblarni ham biz qo'yib ketganmiz. Ko'rayotganingizdek, naryoqda kitoblar turibdi. Bola darsdan oldin bu yerda kitob o'qishgan, hozir mana darsiga davom etyapti. Xo'p, ikkinchi etajni ko'rdik va ikkinchi etajda bizda yana sinf xonalari, hozirlar bilan birgalikda 3-etajga chiqamiz. Ketdik. Xo'p, biz 3-etajga chiqdik. Ozgina shovqin boshlandi, chunki dars tugadi, e'tibor bermaysizlar. Xo'p, bu yerda bizning kimyo xonamiz bor. Hozirlar bilan birgalikda kimyo xonasini ko'ramiz. Undan keyin boshqa sinflarga o'tib ketaveramiz. Xo'p. Assalomu alaykum. Mumkinmi?
Xo'p, bitta mikrofon bering. Xo'p, keling, mana shuni taqib olasiz. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Yaxshi assalom. Rahmat. Hammasi zo'rmi? Все отлично. Xo'p, biz kimyo va biologiya xonamizdamiz. Ustoz, keling, xonangizdagi qulayliklar, nimalar bor, nimalar yo'q, nimalar qolsa, qani tafsil bersangiz. Да, конечно. У нас здесь много оборудования, все очень интересно, познавательно, все, что нужно для интересных уроков. Здесь у нас, например, световой микроскоп. Здесь мы смотрим под препараты, ткани разные. Bitta qarab ko'rsamaymi? Да. О. Сюда надо... В следующий раз мы поставим еще... Да, мы поставим препараты, ткани. Вот с 8 классом как раз-таки изучаем строение клеток на клеточном... Можно, пожалуйста? Bemalol, anaqa tabiiy gapiring. Да, не... To'g'ri, hech narsa qilmaydi, bemalol. Nima tushuntirmoqchi bo'lsangiz? Все. Tabiiy, hammasi, живот. Хорошо. Здесь мы, в общем, изучаем клетки. Здесь у нас как раз мы вчера с ребятами проводили эксперименты, химические реакции, окислительно-восстановительные реакции делали. Bizga ham qilib bera olasizmi yo nimadirlar kerakmi sizga? Сейчас у меня реакции закончились, у меня только один стоковый раствор остался после вчерашних. Но детям понравился, было интересно, очень красочно. Они все это увидели воочию, как проходят химические реакции, и как вещества меняют и переходят из одного цвета в другой цвет. Им понравилось. Это у нас мешалка, электронная мешалка. Когда раствор плохо, если нужно быстро перемешать, когда вот руками, чтобы руками не залезать, мы добавляем вот эту магнитную штучку внутрь, и она перемешивает автоматически. Просто сейчас ее подключить надо. Так-то она работает. Вчера детям понравилось. Вот она магнитная, видите? И вот так перекручивается. Вот так вот скорость мы увеличиваем, и она перекручивает ее. Это у нас штатив. Например, вчера мы вот, чтобы всем было видно, брали колбу, могли ее поставить сюда и отрегулировать высоту и так далее, да? Или пробирку сюда поставить, если нужно нагревать, например. Здесь у нас есть тоже очень интересная вещь. Вчера вот дети помыли посуду как раз после себя. Все хорошо. U yoqda ham juda ko'p narsalar bor ekan. Yuring, ularni ham bittalar ko'rsatib bersangiz. Keyin o'zim ham suvli ishlaydimi? Конечно. Все работает. Ishlayapti. Все работает. Bu nima apparat? Это дистиллятор воды. Мы сюда набираем воду, чтобы получить дистиллированную воду. Для химических реакций это нужно. То есть очищенная вода. То есть это чистая вода для нас достаточно, но для химических реакций она недостаточно очищена. Demak, bunda sizlar suvni yana ham tozaroq qilib, keyin boshlaysizlar. Gap bo'lishi mumkin emas. Sizlarni maktabingizda shunaqa sharoitda bo'lganmi? Masalan, menda bo'lmagan. Bizda suv ishlamas edi. Lekin hozir men suv ishlashini ko'rib, borib sinfxonada suv bo'lishi mumkin boshqachani bor. Xo'p, bu yoq taraf bizada химическая сторона. Здесь у нас, во-первых, проекты атомов и молекул. Дети смотрят, например, длина связи, какие атомы, могут увидеть структуру. Bular nima? Qanaqadir apparatlar ham bor ekan bu yerda. Да, это обычная ступка. Мы измельчаем здесь. Это у нас... ajoyib narsa ekan. Это для очищения аммиака, чтобы ядовитым не чувствовать. Его очищаем, например. Здесь у нас разные... Это уже для детей просто наглядный материал такой, как выглядят разные виды топлива. Да. И bu yoqda har xil это, да, минеральные вещества тоже. Минеральные горные породы. То есть мы знаем, структура у них какая может быть, да? И как это может отражаться на их внешнем виде. Xo'p, endi bu yoq taraf, demak, bizda biologiya. Биология, да. Здесь только биология. Как раз вы можете видеть все в разрезе. Оlinadi. Xo'p, qaranglar. Да. Miyasi masalan tashkil topgan ekan. И как это изнутри выглядит. Вообще. Malika mana shundoq ekan. Xo'p, maktabimizda demak, biologiya va kimyo fanlariga qiziqqan o'quvchilar uchun, menimcha qiziqmagan o'quvchilar uchun всем интересно. Juda ham qiziqarli bo'ladi, chunki bunaqa narsalar bilan dars o'tish menimcha har bir bolani darsga qiziqtira olsa kerak. To'g'rimi? Agar kelajakda farzandingiz shifokor bo'lmoqchi bo'lsa, yokida meditsina yo'nalishi bo'yicha ketmoqchi bo'lsa, yokida biologiya, kimyo fanlariga qiziqadigan bo'lsa, maktabimizda farzandingiz kimyo, biologiyani yaxshiroq o'qishi uchun hamma sharoitlar yaratilgan. Ustoz, sizga rahmat kattakon. Biz aynan shunda davom etamiz, boshqa xonalarga davom etamiz. Xo'p, biz 4-darajaga chiqdik. Yana tinchlik darslar boshlandi. Bizda bu yoqda dars xonalari va undan tashqari VR zonasi va tadbirlar zali joylashgan. Kelinglar, birinchi VR xonasidan boshlasak.
Bu yoqda dars bo'lmayotgan ekan. Hop, Shoxon Tohir filialimizda alohida VR xonasi tashkil etilgan. VR xonasi nima degani? Bizda biologiya, kimyo, tarix, fizika darslarida biz VR ko'zoynaklaridan foydalanamiz. Buni sababi nimada? Buni pastda ko'rganinglardeki, haqiqiy hayotda ham borlar, har xil narsalarni laboratoriya mashg'ulotlari yordamida ko'rishadi. Va undan tashqari VR ko'zoynaklar yordamida undan ham kattaroq, deylik, biologiya darsida har xil operatsiyalar o'tkazishligi mumkin, har xil hayvonlarning ichini yorib ko'rishligi mumkin. Tarixda deylik, Ikkinchi jahon urushiga, Birinchi jahon urushiga, eski davrga tushishligi mumkin. Hozirlar bilan uni to'liqroq yana ham tushuntirib beraman. Bu yerda ko'rayotganinglardeki, hozirgi kunda VR ko'zoynaklari qanaqa sohalarda ishlatilayotganligi, bizga qanaqa foydalari borligi va biz qanaqa ishlatishimizni ko'rsatib o'tganmiz. Bu yerda ko'rayotganinglardek stullar qo'yib qo'yilgan, ya'ni bolalar kirib bu yerda guruhi, ya'ni jamoaviy bo'lib shug'ullanishadi. Bu yerda o'quvchilar yarim guruh o'tirgan paytda yarim guruh shug'ullanadi, qolgan yarim guruh o'tirgan paytda yana boshqa o'quvchilar shug'ullanishadi. Maktabimizda innovatsion metodlardan foydalanamiz deganda biz aynan shu narsani nazarda tutgan edik. Bizda bu innovatsion metodlardan biri hisoblanadi. Agar bu usulimiz sizlarga yoqqan bo'lsa, hozirroq like bosinglar, izohlarda fikringizni yozinglar va farzandingiz shunaqa sharoitlarda o'qishini xohlasangiz, hozir mana bu raqamlar chiqadi. Bemalol shu raqamlar bilan bog'lanib, maktabimizga ekskursiyaga kelishingiz mumkin. Va eslatib o'taman, birinchi dars mutlaqo bepul. Farzandingiz kelib, ko'rib, maktabdagi sharoitlar bilan o'zi to'liqli tanishishi ham mumkin bo'ladi. Hozirlar bilan birgalikda tadbirlar zaliga kiramiz. Ketdik. Ketdim. Ustoz hormang. Hop, ketdi bu yerda biz tadbirlar zali. Hop, svetlana qo'shibdi. Kelinglar. Hop, bu bizda tadbirlar zali. Tozalash uchun e'tibor bermaysizlar bilan ko'tarib qo'yishgan. Bir vaqtda o'zida 100 dan ortiq o'quvchilar bu yerda yoki da mehmonlarimiz bemalol sig'ishadi. Undan tashqari ko'rayotganinglardek bizda bu yerda pianinolar qo'yilgan, ya'ni bolalar musiqa darslarida bemalol pianino chalishni ham o'rganishadi. Hop, keng yorug' barcha tadbirlarimizni o'tkazishimiz uchun barcha sharoitlar bor va bu yerda alohida bizda garderob va bu yerda mehmonlar kirib kelishi uchun alohida eshik qo'yganmiz. Hop, sizlar bilan endi bu kurskalarim hammasi A blokda joylashgan qulayliklar edi. Endi sizlar bilan birgalikda B blokka o'tamiz va B blok degan bizning IT xonalarimiz, kutubxonamiz, ularni ham birgalikda ko'ramiz. Qani bo'lmasa ketdik. Hop, biz maktabimizning B blokiga o'tdik va B blokimizda bizda ikkita IT xonasi, kutubxonamiz, undan tashqari o'g'il va qiz bolalar uchun alohida mehnat xonalari va sinf xonalari tashkil etilgan. Hozirlar bilan birgalikda bitta IT xonamizdamiz va bu xonamizda umumiy hisobda 24 ta kompyuter joylashtirilgan. Nimaga bizda ikkita IT xonasi? Sababi maktabimiz bilasizlar, IT yo'nalishiga chuqurlashtirilgan. Bizda 1-sinfdanoq boshlab farzandingiz kompyuter bilan ishlashni boshlanadi. Ya'ni 1-sinfdanoq boshlab bizda IT darslari yo'lga qo'yilgan. Bola agar deylik o'quvchi 1-sinfdan boshlab Thompson xalqaro maktablarida o'qishni boshlasa, 11-sinfni bitirgunga qadar IT bo'yicha kuchli ishga joylasha oladigan darajadagi mutaxassis sifatida shakllanib chiqadi. Va yana bitta narsani aytib o'taman, bu bizda 3 ta printerimiz. Bilasizlar, hamma maktablarimizda 3 ta printer bor va buni vazifasi nima? 3 ta printer yordamida farzandingiz o'zini xayolidagi narsalarni bu yerda maketini yasaydi. Hozir mana shu videolarni ko'rishingiz mumkin, maketini yasaydi va aynan 3 ta printer yordamida uni print qilishi mumkin. Agar farzandingizga o'yinchoq emas, balki 3 ta printer olib beradigan bo'lsangiz, o'zi xohlagan o'yinchoqlarni bizning maktabimizda o'qigandan keyin bemalol 3 ta printer yordamida yasab olishi mumkin. Mana mana shu kadrlarni qo'yib ketamiz. Hop, unda sizlar bilan ketdik, boshqa xonaga o'tamiz. Hop, biz birinchi etajga tushib oldik. Birinchi etajda bizda bu yerda pochimchka xonalari, ya'ni 0-sinf xonalari, undan tashqari o'qituvchilar xonasi, direktorimiz xonasi, marketing xonasi joylashgan. Kelinglar birinchi o'qituvchilar xonasiga kiramiz. Ustozlar, assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Hop, bu yerda mana o'qituvchilarimiz hozir hamma darsdan tashqari vaqtlarda bu yerga kelishadi, o'ziga kerak narsalarni chiqarishadi va yana bitta narsani eslatib o'taman. Bu yerda boya bizning kompaniyamizni birlashtirib turadigan 5 ta qadriyatimizni ham yana ilib qo'yganmiz. Nimaga? Har bir o'qituvchimizga bu narsa har kuni eslatib turadi. Hop, o'qituvchilar uchun alohida shkaflar ham qilingan, ishlashlik uchun hamma sharoitlar bor. Hop, chiqib bu yerda direktor xonamizga kiramiz. Hop, kelinglar. Bu yerda o'qituvchilarimizning ba'zilarining rasmi hozir ilishni davom ettirishyapti. Hop, bu bizning direktorimizning xonalari, hozir birgalikda kiramiz. Lola opa, assalomu alaykum. Mumkinmi? Kelinglar. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Lola opa, yaxshimisiz, charchamayapsizmi?
Xo'p, bizani Shayxontohur filialimizni direktorlari Lola Mirahmedovna shu filialimizni ta'mirlash jarayonidan beri birgala qanaqa remont bo'lgan, nima maktabimizda sharoitli qilishimiz kerak, hozirlik ko'rsatgan hamma narsalarimizni o'zlari bilan maslahatlashib birgalikda qilganmiz. Maktabimizdagi har bir o'quvchini, har bir ota-ona bilan birgalikda gaplashganlar, maktabimizdagi har bir o'qituvchini ham o'zlari saralab, bizani HR jamoamiz bilan birgalikda tanlab olishgan. Bitta mikrofon beringlar, beramiz ularga. Mikrofon sizdan? Bering, oqoring. Xo'p. Mana olib mikrofon. Xo'p, direktorimizning xonalari juda ham shinam, qaranglar. Yana bitta narsa, boya aytib o'tganimdek, har bir qavatda, har bir sinf xonasida nima bo'layotganligini to'liq o'zlari kuzatib boradilar. Endi Lola opa, sizga savol. Maktabimizda hali ham qabul davom etyaptimi? Maktabimizda ko'p sinflarda o'zi qabul yopilib bo'lgan, lekin Faxriddin o'zingiz bilasiz, maktabimiz 850 ta o'quvchiga mo'ljallangan. Shuning uchun agar mijozlar keladigan bo'lsa, biz yana bitta qo'shimcha sinf ochishga sharoitimiz bor. Buning uchun hamma sharoitlar yaratilgan. Demak, tushunishim bo'yicha qaysi sinflarda aynan joylar to'lib qolgan? 5-sinfda joylar to'lgan, 1-chi, 2-chi, 3-chi sinflarimizda joylar to'lgan edi, lekin biz mana qo'shimcha yana bitta sinf ochdik. Hozir masalan 8-sinfda, 9-chi bilan 10-sinflarda joyimiz bor. Zo'r. Agar farzandingizni shunaqa sharoitlarda o'qishni xohlasangiz, pastdagi raqamlar chiqadi, bemalol telefon qilib, yana ham batafsil ma'lumot olishingiz mumkin. Va undan tashqari maktabimizning direktorlarini qabuliga ham yozilsanglar bo'ladi. Aynan shu raqamlar orqali ota-onalar kelsa, xuddi shunaqa maktabga ekskursiya qildirib chiqarasiz, to'g'rimi? Albatta, har bitta kelgan ota-onani maktabda aylantirib chiqib, hamma qulayliklarini, hamma sharoitlarini tushuntirib o'tamiz. Maktabimizda qanaqa bonuslar borligini, keyin kelajakda bolalar qaysi darajagacha yetib borib, qanaqa qobiliyatlarga ega bo'lishigacha hammasini tushuntirib o'tamiz. Zo'r. Yana bitta narsani yaxshi eslatdingiz. O'zi maktabimizning asosiy missiyasi, asosiy maqsadi har bir maktabimizdagi bitirayotgan o'quvchini dunyodagi top universitetlarga tayyorlash. Bilasizlar, bizning No'zi filialimizdan chiqqan bitiruvchi o'quvchilarimiz ham hozirgi kunda Amerika Qo'shma Shtatlaridagi top universitetlarda tahsil olishyapti. Bundan oldin ijtimoiy tarmoqlarimizga biz bu haqida qo'ygan edik. Lola opa, yana bitta savol. Mana bizdan Instagramda ko'p so'rashyapti. Skidka berasizlarmi? Maktabingizda skidka bormi? Agar bitta oiladan 4 va undan ortiq farzandlar chiqadigan bo'lsa, bu bitta oiladan deganim shart emas. Bitta aka-ukani bolalari masalan, familiyaligi bir xil bo'lsa, familiyasi bir xil bo'lib, baribir chunki aka-ukalar ham bitta oila bo'lib hisoblanadi. O'shaning uchun agar mana shunaqa bitta katta oiladan farzandlar chiqadigan bo'lsa, imkon qadar maksimal skidkani qilib berishga harakat qilamiz. Chunki har bitta kelgan mijozga biz ularning sharoitiga ko'ra, iltimoslariga ko'ra sharoit yaratib berib, shu maktabda tahsil olishga imkoniyat yaratib beramiz. Zo'r. Eng muhim tarafi farzandligini xohishi bo'lsa, o'qiydigan bo'lishsa, biz ularga sharoit berishga harakat qilamiz. Yana bitta narsani nima qilmoqchi edim. Turing. Nimani? O'tgan safar siz bilan gaplashib nima qilgandik, agar ota-onalar o'zligi kimdirni olib kelib qiladigan bo'lsa, o'sha ota-onalar yana farzandlarini yoki tanishlarini bolalarini chaqirib kelishadigan bo'lsa, har oylik 500 mingdan Keshbegimiz bor deb mana shuni tayinlab nima qilmoqchi edik. Agar buni ham tushuntirib bering. Qarang. Agar siz deylik Shayxontohur filialimizda yoki Olmazor filialimizda yoki boshqa filiallarda o'qiydigan ota-ona bo'lsangiz va sizni tanishlaringiz, aka-ukalaringiz farzandlari bizning maktabga keladigan bo'lsa, ya'ni siz olib keladigan bo'lsangiz, siz uchun oylik to'lovdan 500 ming so'm biz keshbek qaytarib beramiz. To'g'rimi? Bu bizda o'qiyotgan ota-onalar uchun bonusli sistema. Prosta o'tgan safar gaplashgan, hozir sizdan oldinroq nima qilganim uchun sal nima qildim. Har bitta kelgan farzand uchun 500 mingdan keshbek beramiz. Zo'r. Bunaqa sharoit qaysi maktabda qilib beriladi? Aytinglar menga. Shuncha qulayliklar, shuncha imkoniyatlar va qo'shimchasiga yana skidka va bonus tizimi. Zo'r. Lola opa, unda ota-onalarni farzandini o'qitmoqchi bo'lgan ota-onalarni maktabimizda kutib qolamiz. Albatta.
Bizni eshigimiz har doim ochiq. Ertalab 8 dan kechqurungi 6 gacha maktabda har doim administratsiya bo'ladi. O'shaning uchun marhamat, kimdir agar ishdan kech qolib, 6 gacha ulgurmayotgan bo'lsa, bizga telefon qilib ogohlantirishadi. Biz ota-onalarni kutib o'tiramiz, chunki hamma ham davlat ishida ishlagan odam 6 gacha kelishga ulgurmaydi. O'shaning uchun sal kechroq kelishadigan bo'lsa ham faqat telefon qilib ogohlantirishda biz ularni kutib qolamiz. Zo'r. Rahmat Sog' kattakon. bo'linglar. Bizani kuzatganingiz uchun rahmat. Agar obzorimiz davomida qanaqadir savolingizga javob bermagan bo'lsak, bemalol izohlarda yozishingiz mumkin. Men yoki maktabimiz direktori bilan birgalikda ularga javob beramiz. Maktabimizni o'zingiz ko'zingiz bilan ko'rmoqchi bo'lsangiz, bemalol maktabimizga tashrif buyurishingiz mumkin. Instagram sahifamizni highlights qismida maktabimizning lokatsiyasi ham belgilab qo'yilgan. Aytib o'tganlaridek, haftada dushanbadan jumagacha ertalab soat 8 dan kechki soat 6 gacha yoki undan ham plus kelishingiz mumkin. O'zlari shaxsan kutib oladilar, maktabimizni aylantirib, hamma qulaylik haqida tanishtirib o'tadilar. Shanba kuni ham eshigingizdan chiqdi. Shanba kuni ham kutib olar ekanlar. Shanba kuni ham ishdamiz. Zo'r. Sog' bo'linglar. Charchamanglar. Qolamiz. Hop. Shu bilan Thompson xalqaro maktablarini Shoyxon Tohir filialini onlayn obzori nihoyasiga yetdi. Maktabimizdan bu ko'rsatganlarimizni men yarmi degan bo'lardim. Agar shu maktab haqida yana ham to'liqroq ma'lumot olmoqchi bo'lsangiz, farzandingiz shunaqa qulayliklarda o'qishini xohlasangiz, pastdagi raqamga telefon qilib, yana ham to'liqroq ma'lumot olishingiz mumkin. Yoki bo'lmasa maktabimizga to'g'ridan-to'g'ri kelishingiz ham mumkin. Aytib o'tganimizdek, dushanbadan shanbagacha ertalab soat 8 dan kechki soat 6:30 gacha maktabda ota-onalarni qabul qilamiz. Lokatsiyani Instagram sahifamizning highlights qismidan topishingiz mumkin. Yoki Yandexga Thompson xalqaro maktablari Shoyxon Tohir filiali deb yozsangiz ham chiqadi. Agar qanaqadir savollaringiz bo'lsa, bemalol izohlarda yozishingiz mumkin. Maktabimiz yoqqan bo'lsa, like bosishni va do'stlarga yuborib qo'yishni unutmanglar. Thompson International School. Biz liderlarni yetishtiramiz.